Viloyati musiqali drama teatri O'zbekkonsert davlat muassasasi hamkorligida aktyorlari tashrif buyurgan. Hali qalpoqdagi Mavludxon bilasizlar-a? Voy kelgan. Ustozimiz Mavludaxonim Boymatova qarsagilar. Farmonda ayoli. Qayga to'yga borsam so'rashadi. Farmon aka qani deydi. Ha Farmon aka xotini bilan o'tiribdi deyman. Sizchi deydi, men panagramni xotiniman deyman. Xush kelibsizlar, xudo xolasa sizlar bilan atrifkalarda ko'rishamiz. Ulardan biri mana shu o'tirganlar bugun issiq bilan urushamiz, oydinni qo'shig'iga sakrashamiz deb kelganlar. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum janob Quduq. Bormisizlar? Tinchmisizlar? Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Istadi demak kelganlarga chiroyli qo'shiqlarni davom ettiramiz. Eng sara chiroyli qo'shiqlar albatta sizlar uchun. Qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevalmas. Ko'ngil istar bir o'zingni, boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam tarixiy. O'tganam rahmat. Jannat sen joyli o'lim normal topam ketding. Mana hurmatli muxlislarimiz, bugun Jalaquduq tumaniga yetib keldik. Mana tomoshabinlar to'la yotibdi. Baribir nima deydi haligi insonlarimiz hammasi bari san'atga muhtoj ekan. Men hayron qoldim. Bari chekka joy uchunmi odam tomonidan odam, hamma san'atga chanqoq. Hozir chiqishimiz bor, xudo xolasa ko'rsatamiz ularga. Ish qilib tomoshabinlarning ko'nglini olmoqchi bo'lib keldik-da. Assalomu alaykum. Mana bizdan Lolidar 90 kunlik shior ostidagi o'tkazilgan tadbirda men ishtirok etyapmiz. Jalaquduq rayonida Mavludxon aytgandek, haqiqatda xalq ko'p, zich. Mana biz bilan birga O'zbeknavo konsert birlashmasi ham birga ona qizlar, shahar madaniyat bo'limi xodimlari ham birga hamkorlik olib boryapmiz. Bizga mana chaqirib qoldi. Hammaga omad. Kim bor? Kim u kiravering, eshik ochiq. Assalomu alaykum Sardor aka. Va alaykum assalom. Anzirat. Xo'p. Bo'lingmisan? Ha. Nima shu paytda seni arvohlarga taylab keldim, ha? Ha. Arvohlarga taklab keldi. Tinchmisiz? Sog'li salomat bormisiz? Anzirat, men yaxshiman. Shuga o'tirib turgin. Men hozir darrov choyni yangilab. Yo'q, Sardor aka. O'tiring. Choyga ovora bo'lmang. Ikki og'iz gaplashaman-u, keyin ketaman. Gapir Anzirat, qulog'im. Tinch o'tiribsizmi? Bolalarchi? Ular ham yaxshi yurishibdimi axir? Rahmat Anzirat. Mana shu uchiga kirishim bilan nuqul degan tovush eshitilaveradi. Umr oqar daryo deganlar rost ekan. Mana o'tdi ketdi. Borsa ketaman. Voy, qanday chiroyli tovushing bor. Ko'ngliga kelmasin u. Haligi hozir ovozlaring yo'g'onlashib, do'rillab qoldi. Haligi eshingdanmi? Barra palto, nurga telpaging bo'lardi. Ana o'shalarni kiyib o'rg'iliyo. Majnunlarning majnunligi to'g'riyo. Ammo shundan ayrilib qolmasam, yordam berib qo'ymasam bo'lmaydi-yo. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni damda Andijon viloyati Jalaquduq tumanining Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Va bu yerda Andijon viloyat musiqali drama teatri va Andijon davlat filharmoniyasining Andijon bo'linmasi boshchiligida ajoyib konsert dasturi bo'lyapti. Hali 50 gradus issiq bo'lishiga qaramasdan 100 graduslik kayfiyatda. Omad. Andijon viloyati musiqali drama teatrini aktyoriga navbatda beramiz. Muzaffar Mirzayev, marhamat. Jalaquduq
barchalarga a'lo kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Tilaymiz. Yaxshi qo'shiqlar sizlar uchun. Marhamat. Ketdik. Hoppa. Assalomu alaykum azizlar. Biz mana Jalaquduq tumanida Dolzarb 90 kunlik joriy vaqtda o'tkazilayotgan tadbirda teatr jamoasi bilan kelganmiz. Hozir o'zimiz navbatimizni kutib turibmiz. Arshivot spektaklidan Bek Sultonbey bilan bolasi Arshivotning bolasini sahnasida narsa ko'rinish ko'rayotamiz. Xohlasa yaxshi qabul qilishgan degan umidamiz. yoshda viloyat teatrimiz 107 yoshda. Sizlarni taklif etamiz. Maza qilib spektakl tomosha qilib kelasizlar. Davom etamiz. O'sha teatr aktyorlari bor, aktrisalari bor, ustoz san'atkorlari bor. Boya Arshimon Asqarning qo'shig'ini eshitdinglar. Hozirgi chiqadigan yana bitta obraz qarsagilar bilan Tohirjon Matboboyev, Mufazzalxonim Karimova, Arshimon spektaklidan lavha. Marhamat. Bugun yana ustimni yopib qo'yish esdan chiqibdi. Yana belimni shamollab oldim.